Lekin mana shu narsadan qo'rqish kerak, chunki bu muzlab qolsa, nimadir bo'lmabdi, u yerdan furalar chiqolmayotgan ekan. Mana bitta misol. Aylanib qanada zo'rg'a chiqib ketyapti. Bittasi o'zim. Ana chorrahayu, mana chorraha. Shtraflar qulluq bo'lsin. 2000 rubl ekan shtraf. Endi lutchi gapirmasin, nima qilsa deb turib, dash 5000 ming ham beraverardim, mayda qilib. Bular как положено грамотно ishlagani uchun mana shunaqa formalarni kiyib olaman. Bashmakka tiqib qo'yishimiz kerak. Shu sovuqda podushkani chiqarib tushirishga ehtiyot bo'lish kerak. Og'iz ochar vaqtidan 1,5 soat o'tdi, lekin hali choy ichmadim. Masaqa propisk beradi. Shu propiskni olib chiqdimda, bir yo'la Tuvladan Rizanga o'tib, Rizandan Samaraga qarab. Davay, shu. Endi bu mashina botib qoldi, buni tortmoqchimiz. Qashti mart oyida bahor faslida muzlagan salarka. 24-fevral Moskvadan hammalarga assalomu alaykum. Havo jam unaqa sovuq emas, -9, -10 atrofida, lekin qor tinmayapti. Kelganimga bir haftadan oshdi, 6 kun bo'ldi o'sha Rossiyaga o'tganimga, lekin umuman qor tinmayapti. No, mayli, strashni qo'rqadigan joyi yo'q, lekin mana shu narsadan qo'rqish kerak, chunki bu muzlab qolsa, polning ayni artadigan suvlari hamma yo'q ishlamaydi-da, juda rasvo bo'lib ketadi. Hozir mashina mana shu zapravkadan o'zbek puliga 180 ming so'mga oldim. Asli bu narsa o'zi 35-40 mingligi, 20-30 mingligi ham bor, lekin bu yaqin atrofda bu o'rtada unaqa narsa sotadigan joy yo'qligi uchun mashina olishga majbur bo'ldim. Hozir shuni quyib olishim kerak, chunki qolmagan umuman. Bot quyib oldimda yopamiz. Yana dakansa ozgina yo'lda yurishim kerak. Hozir bu taraf Sankt-Peterburgga ketish, Tverskiy oblastdan Moskvaga qarab kirib ketyapman. Mukatdan через Podolskiy o'tib ketamiz. Пока что bundan oldingi videoni ko'rganlar biladi, qanaqa yuklashimni, boshqa qilishimni. Yana bir marta bilmaganlar uchun tushuntirib o'taman. 4 ta palet, 5 ta palet, shunaqa dagruz yuklarni, mayda shunday yuklarni, дополнительный yuklarni yig'ib Moskvadan, Moskvaning oblastlaridan 8 ta, 9 ta, xullas ba'zida 10 ta, ba'zi 20 ta bo'lib ketishi mumkin. Xullas shunaqa yuklarni yig'ib yuraman. Hozir Moskvaga kelganimga 6 kun bo'ldi-da, yana пока 3-4 kun shu yerdaman. Payshanba kunga bitta yukim bor, Krasnogorskiy, Sholkovo, Podolsk, Balashig'a yana bir ikkita joylarda yuklarim bor, shularni yig'ishim kerak. Qachon to'laman, qanaqa yuklar olaman, sizlar shu video davomida ko'rib borishinglar mumkin. Bundan oldingi video cho'zilib ketgani uchun yangi videoni boshladim. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Agarda endi ko'rayotgan bo'lsanglar meni kanalimni videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Chunki sizlarga qiziq joyi videoni o'tkazib yuborgan joylarda bo'lishi mumkin. Yana qaytarib kommentariyaga savol qilib bermasinglar uchun eslatib qo'yapman. Xo'p, unda ketdik. Yo'llar shunaqa ahvolda, xudo xolasa eshitmasdan chiqmadi. Hamma yo'lni yopdim. Datchig ham o'chdi. Datchi yonib, suv daji qolmagan edi. Endi mana suv ham bor. Endi tejab ishlatib turaman. Qachonki arzonroq Neza Mirzayga sotadigan joyga borib olgunimgacha. Ruschaga ham tilim kelishib qoldi. Soat 6dan 36 minut o'tdi. Hali 7 bo'lmadi-da. Tim bo'lib mana Klin oblastga kirib kelyapman. Bu yerda mashina shunaqa gavjum bo'lardi. Dat svetoforga borguncha probkada turib borardi. Hozir qanaqadir mashinalar umuman yo'q. Uje avariyalar boshlandi. Shu yerda spusk bordi, nimadir bo'lib shekilli kartada avariya deyapti-yu. Endi bironta normalniroq joy topib to'xtashga udobni. Shu yerga to'xtab kechqurun 1-2 larda kirib ketishim kerak Moskvaga, chunki probka mana hali Moskvaga 36 kilometr bor Ximkiga, lekin probka boshlandi mana shu yerdan. Ko'ryapsizlar-ku aylanishini. Mana shu yerda avariya yoqib turgan joyda nimadir bo'libdi. Nimadir bo'lmabdi, u yerdan furalar chiqolmayotgan ekan. Qaranglar mana. Mana shu yerda 2 ta 3 ta fura turibdi, balon aylanib qolyapti. Podiyom bor-da, qaranglar. Shu joydan chiqolmayapti. Значит, men ham chiqolmayman, chunki yukim pashti yo'q. Yengilda bo'lsa ham. Nima qilish kerak bilmadim. Mashq palasaga o'tib olib, mana spustdan chiqqunimgacha bitta ham mashina qolmaguncha kutib turishim kerak. Qaranglar, pavorotda yoqishimga to'xtadi mana ular. Biz O'zbekistonni qisib kelsangiz ham to'xtamaydi.
Rahmat, sog' bo'lasizlar. Voy, ko'p yoqib yubordim. Vo, bu qatorda ketayotgan fura ham aylanib qoldi. 500 метров, развернитесь. Mana bitta misol. Mana. Aylanib qanada zo'rg'a chiqib ketyapti. Bittasi o'zim. Xullas yo'llar shu ahvolligini ko'rib, hozir o'tirib bitta narsa kelib qoldi hayolimga. Men skat boru. Впереди авария в левом и правом ряду. Platni yo'l, xullas shu yo'ldan yurmoqchiman. Hozir navigator bo'yicha montajda qo'yib yuboraman-da. Tezroq ketaman ekan, ham bexavotir ketaman. Может, skatni bundan ko'ra ko'proq tozalashadi. Majbur yuraman. 1000 yozadimi, 2000 yozadimi? Chunki hozir bu yerda karmashkalar yopiq, to'xtamayman umuman hech qayerga. Chunki qarab kelyapman 30-40 kilometrdan beri. Umuman parkovkaga kirib olmaydi. Kirsa qoladi mashina yoki chiqa olmay qoladi. Xullas aylanib qoladi. Shu taraflarga borib olishim kerak. Bo'lmasam skatda platniy yo'lda mana karmashkalari ham tozalangan bo'ladi. Qordan shu yerda dam olsam ham bo'ladi. Mo'moshtalar уже chiqolmasini bilib, pustoyligini bilib, mana shu yerda to'xtab turishibdi. Biz ham chiqa olmay qolmasak bu. Ребят, на Москву вас тут левый ряд. Ana yonimdagi mashina birinchi o'tkazib yubordida meni, birinchi chiqib ketyapman tepada. Mana mashina oldimga o'tib olgan, mana bir yo'li qoldi. Jinniga o'xshab hamma avarinka yoqib turib chiqib ketdi. Endi mana avtomatga olsak bo'laveradi. Mana aylanishni ko'ryapsizlarmi? Rol ham burilmayapti. Bismillahirrohmanirrohim. Chiqib oldim. Glavniy. Mana chap qo'limdagi mana mashinalar ketayotgan, ro'paradagi mashinalar ketayotgan, polniy platniy yo'l. Toza bo'ladimi, nima bo'ladimi? Xullas mashinalar sal kamroq bo'ladi anaqa bo'ladi. Xullas hech qancha joyga pul yozmaydi. Где-то bir 17 kilometr, по-моему, 500 ming rubl atrofida o'zbek puliga 150 ming, 200 ming so'mlik yursa kerak. Вот yurganimdan keyin bitta narsa bo'ldi. Samarqand hozirda shu yo'lda, mana shu skatda platniy yo'lda dastavka qilib beradigan o'zbek bolalar bor ekan, Andijonlik. Shularning nomerini berishdi, gruppaga yozgan edim. Shulardan hozir Samarqandga qo'yib ketamiz bir yo'li. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Syomka qilishga uspet qilmadim. Ikkita palasada 3 ta fura shunaqa darajada avariya bo'lgan. Mana ограждениeni ham yulib bu tarafga mana palasani to'sib qo'ygan. Перегородил, скажите, фуру легковой. Вообще. Легковой, смотрите, надо сфотографировать с двух сторон, там, с четырех сделать побольше фото. Anchadan beri turishibdi. Yana ham o'ylab qolaman-da, yana ham shunchalik bularda har yili shunaqa pagoda, shunaqa ob-havo bo'ladi, shunchalik o'zlashtirishadi. Hozir ko'rgan bo'lsanglar, podyomda botib qolgan, aylanib qolgan joyimizda o'zimizni bilib to'xtab turdik, 2-3 ta mashinalar. Даже boshqa mashinalar ham tepada to'xtab turganda, lutchi tepadagi mashina aylanib qachonki chiqib olsa, men razgon bilan kelib chiqib ketaman degan narsa miyasida borda bo'ladi. Ikkala palasani ham to'sdi-da, gruzovoy tepada уже kasha bo'lishi boshlangandan keyin hech kim o'tkazmadi, na lehkovoy, na boshqani. Gruzovoylar birin ketib o'tishdida, spustga reski tushib turib, reski chiqib ketish uchun. O'ylab qolaman, O'zbekistonda bunaqa pagoda, biz yomon yo'llarimizga shunaqa darajada bo'ladigan bo'lsa, oddiy misol, bir marta yog'ib 3-4 soatda erib ketadigan qor uchun birinchi mana shu yo'lga kelayotganimda perival qanchalik yopildi, qanchalik kashi, odamlar bir-birini tushunmagan, mingan, tepgan shunaqa. Bularda bunaqa pagodadan betar. Ves Moskva polniy shunaqa bo'lib yotibdi. Lekin bular imkon boricha haliginaqadan vaziyatdan chiqishda harakatini qilishadi. Bir-biri bilan gaplashmasa ham tushunishadi vaziyatni. Holat tushunib turib, men buni qilishim kerak, men buni qilishim kerak, shoshilmashim kerak, to'xtab turishim kerak, yo'l berishim kerak. Shunaqa narsani bilishar ekan. Вот именно mana odamlar ko'chada yurasizlar, divideniyani ko'rasizlar, muomalani ko'rasizlar, sekin-sekin уже miyaga singib boradi-da. Shuning uchun bekarga aytishmaydi ekan, bekarga targ'ib qilishmaydi ekan. Blogerlar ham, boshqalar ham chetga chiqish kerak, ko'rish kerak. Chetda madaniyatini, sivilizatsiya qanaqa aylanish, qanaqa muomala, bir-biriga insonlar qanaqa muomala qilishadi odamlar. Shunaqa narsalarni ham ko'rish kerak ekan. Вот именно. Men uchun yana bitta o'rganish bo'ldi shu narsa. Qaranglar, mana shu probka 15-20 kilometrdan beri yurib kelyapman. Вот platniy probka, men taraf чисто пустой. Почти mashina yo'q. Mana yerda ham nimadir bo'lgan, oldimda qaranglar, pavorotni yoqdim, orqadagi srazi tushundi. Chunki buni o'ng tarafida nimadir bo'lgan, shuning uchun pavorotni yoqib bu palasaga o'tyapti yoki obgonga chiqmoqchi deb turib yo'l berishda harakatini qiladi, shoshilmaslikni. Bu yerda ham voy,
motor yurib olgan, aylanib qolgan, streshnik bo'lgan, bir narsa bo'lgan, xullas shunaqa. Atrofdagi tozalanmagan joydagi qorlar, prosta tak dalaning ustidagi qorlar 1,5 metr, 2 metr atrofida ekan. Yana ham bahorga chilla chiqib bo'ldi уже. Bahorga 3-4 kun qoldi. Fevralning 24-sanasida turibmiz. 28 bo'lsa ham 4 kun, 5 kun mart oyiga. O'zbekistonda hozir 22-23 gradus atrofida plus bo'lyapti. Lekin Moskvada -9, -10. Tak что ko'rish kerak, duxni baland qilish kerak, bosish kerak, to'lqa bosish kerak. Menda unaqa ne переживай, hali xavotir olish yo'q. Ruschani ham ancha-muncha o'rganib olyapman, sekin sez olsanglar bo'laveradi. Xavotir olish yo'q unaqa narsa. Raza xavotir olib shu ganaga tushadigan bo'lsam, bitta normalniy vandamni qo'shig'ini qo'yaman-da, o'zimni uspokayt qilaman, yana yo'limda davom etib ketaman. Uyda duo qilib turadigan, har namozda eslab turadigan insonlarim bor, Allohga shukr, duoni qilib turishadi. Shularning borligi uchun ham yo'lim ochiq, ishlarim barordan kelib turibdi degan umiddaman. Har xil harom haraj ishlarni qilmayman, Xudoga shukr. Boshqa joylarda nito maliginalarda yurmayman. Yoshimda faqat pul topish, lishbi pul menga vajniy narsa bo'lmasa ham, miyamda shunaqa narsa bor. Rivojlanish, to'lqa karyera, to'lqa narsa. Shu qilish kerak, faqat qilish kerak. Bugunga yetadi, ko'p gapirib oldim shekilli. Shu gap deganda gapirib olish kerak. Yana ham men sizlarga Rossiyani ko'rsatyapman. Juda uzoq emas, bir paytlar, nechadir yillar o'zimiz qaram bo'lgan, daji miyamizda singib ketgan, madaniyati bor, ozgina nimasidir qolgan, tili bor, qanchadir qism tilini tushunamiz. Shunaqa davlat sizlarga tushuntiryapman. Hozirgi aylanmasi, odamlarning muomalasi, muammolari chiqib ketishini tushuntiryapman. Aluch Germaniya, Yevropa qanaqa bo'ladi unaqada? Fransiya, Ispaniya qanaqa darajada bunaqa pagodami, boshqa pagodami odamlar bir-biriga shunaqa zo'r muomala qilar ekan. Sizlar ham ko'rgansizlar, men ham ko'rganman. Men izlanganman, qiziqqanman. Alloh nasib qilsa boraman shu joylarga ham. O'sha furada bo'lmasa ham sayohat qilib yo o'zim aylanib nasib qilsa boraman deb bir kun kelib. Lekin shunaqa narsalar men sizlarga uzoqqa bormayman, juda uzoqqa chiqmayman. O'zimizga yaqin bo'lgan, juda ko'p til madaniyatlari bor, daji bayramlari bor, odamlar esdan chiqara olmayotgan, o'zini bir qanaqadir uverin qilib gapirib xuddi rus tilini bilsa, bu odam zamonaviy odam degan ana propaganda, manipulyatsiya narsalarini miyasiga singdirib gapiradigan odamlarni madaniyatini tushuntiryapman. Agar gapimga tushunayotgan bo'lsanglar, lutchi ana Fransiya, Ispaniya, daji Amerikalarni ko'rsatsam qanaqa holat bo'ladi? Xo'p, Amerika bichavoz davlat bo'lgan taqdirda ham ularda ham qanaqadir haliginaqa bir tushunarli narsa bor. Hamma narsani yechimini qilib chiqib ketadi. Vot imенно ko'rganman. Fransiyadami qaysidir davlatda probka bo'lganda, avariya bo'lgan oldida 30 kilometrmi, 40 kilometrmi mana shu o'rtada 3 ta polasa bo'ladimi, 2 ta polasami, 2 ta mana mashinalar o'rtani ochib qo'yadi. Skoriga, pajarniga, militsiyaga shunaqa narsalarga ochib qo'yar ekan. Shunaqa madaniyatlar bor yo'lda. Qishmi yozma qizig'i yo'q, shunaqa narsalar bor ekan. Demoqchiman, sizlar ham chetga chiqmaganinglar bor ichinglarda, ko'rganinglar bor, ko'rmaganinglar bor, aqllilik qilishmas, ko'rmagan insonlarga ozgina sabrli bo'lib, madaniyatli bo'lib, yo'l sohasida bir-birimizni tushunishimizni tavsiya qilib qolardim. Chunki agar hozir mana yerda bitta pavorotda yoqadigan bo'lsam, mana boshqa sekinlikda to'xtaydi yoki yo'l berib o'tkazib yuboradi. Keyin men rahmat aytamanmi, aytmayman, bunga qiziq emas, chunki bu meni vazifam, odamgarchilik sifatidan deb tushunadi. Sizlarga ham shu narsani tushuntirmoqchi bo'lardim. Bu iltimos. Maksimalni bilmaganlar, ko'rmaganlar meni noto'g'ri tushunmanglar, jigarlar ko'rganlar aqllilik qilyapti, u bo'lyapti, bu bo'lyapti demanglar. Gryazio insonlar uchun чисто лучше ali haqiqiy, samimiy qabul qiladigan odamlar uchun gapim. Лучше yo'lda bir-birimizga madaniyatli bo'lishni iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Bunda mana shu yerda palasani ko'rayotgan bo'lsanglar, mashhura zo'rg'a to'xtab oldi. Svetofor sirazi qizil bo'ldi, zo'rg'a to'xtab oldi. Mana yerga borib keldi, galavasi bu palasida ketyapti. Men prinsipim mana shu yergacha kelib ketdi. Mana ko'rinar ko'rinmas qoldi deyzi. O'zi ham bildi, qo'rqib ketdi. Dizel oladigan joyga keldim-da. Mana shu yerda bitta mashinaga qo'yyapti ekan. Paka qo'yib olsin, keyin qo'yamiz biz. Borib gaplashib keldim. Men orqamda turgan 3 ta mashina hammasi bitta ekan bular. Mendan oldin dogovor qilib kelishgan ekan, telefon qilishgan ekan, xullas. Yo'lni topa olmagan ekan. Ana Iroqmi, xullas Ir degan nomer turibdi boshlasida. Shu yerdan kelishgan ekan. Issiqroq mashinada o'tirib turaman-da. Ulardan keyin qo'yamiz. Ana chorrahayu, mana chorraha. Qaranglar, mana gayi keldi, dokumentlarimni olib ketib yubordi. Nimaga desam, nimaga kirmayapsan dedi. Ichkari to'ldirib, qanaqa kiraman dedim. Dokumentingni ol deb, davay deb olib ketib yubordi. Ko'ramiz qani qayergacha borar ekan, nima bo'lar ekan.
Bu shtraflar qulluq bo'lsin. 2000 rubl ekan shtraf, jigarlar. Nimaga sababini bilmayman. Chunki balonim aylanib qolyapti desam ham tushunmadi. Xullas bu aytishi bo'yicha Vanetdan qaysidir bitta kattasi o'tibdi, Moskvaning katta xodimi. Shu aytibdi, aloqaga chiqibdi. Xuddi mana qilib soprovojdeniyada o'tib ketibdimish biz turgan paytda. Ularga ko'ziga tushib qolibmiz, xalaqit beribdi. Keyin bularga chiqibdi. Bular yozibdi. Tak что shunaqa shtraf. Hali dizel olmadim. Dizel olayotgan 3 ta mashinani ularga 2000-3000 rubl, 3000 rubldan yozdi. Ularga salarga qo'ydi-da, menga yetmay qolgan edi. Hozir bazadan olib beraman dedi-da, orqasidan ketyapman. Mana shu 2 kilometr, 3 kilometrda. Yani salarga qo'yish ham bir azob bo'lib ketdi, muammo bo'lib ketdi. Zapravkani taksto qilib oldim. Endi Podolskiga go. Men aynaga tushganki, qor shunaqa muzlab yonib qolyapti, qaranglar. Suv satishim kerak. Mana. Suv satsam keyin tozalanyapti. Unda ham to'shli emas. Mana endi sal toza bo'ldi, lekin manillarida bor. Videoni boshlagan joyimdagi zapravkadan mana shu suvni olgan edim, yaxshiroq bo'lsa kerak deb. Bu suvni ichgandan umuman hali shunaqa bir ta'msiz suv, spirt ichgan yaxshi bo'lib qoldi, to'g'risida. Shunaqa bemaza, shunaqa bir hali ta'm degan na chanqaqda bosadi, na bir chiroyli ta'mi bor. Xuddi bir hali apelsinda piyalaga nima qilib turib, tuzni sachib qo'yganga o'xshaydi. Hozir mana shu yerdan ulas suv olaman, bironta chanqab ketganman, juda ko'p. Faras preparashini hisobga olmaganda atak juda go'zal. Tak ruschani ham o'rganib Nimaga bunaqa hamma mayda pulingni beryapsan menga? 100 rublni bersang, qaytib berganim yaxshi emasmi dedi. Ne tak udobna dedi. Menga shu udobna, chunki mayda pullarini olib, tangalarini olib ko'tarib yurgim kelmayapti. Chunki men aytdim o'zi Qozog'istonda tangasi mnogo. Xo'p mana. Shunga dedim. Boshida boshlab endi kelayotgan paytlarimda lutchi gapirmasin, nima qilsa deb turib, dash 5000 ming ham beraverardim. Mayda qilib nima olib kelbersin deb. Lekin shunda ham isho menshi yes derdi. Bundan maydasi yo'qmi deb aytardi. Keyin net deb shunda ham gapirtirardi. Nima qilsa ham, hali bilmagan paytim, tushunmagan paytim gapirtirmasa bo'ldi deb любойni berib chiqarardim. Yana tushib ketib qoldi. Bisikletga kirib keldim-da, maoshlarni o'tga qo'ydim. Mana yerdan 5-podyezddan razрешение yozdirib kelishim kerak ekan, pasportlarni olib oldim. Qani ko'ramiz. Xullas organizatsiyani nomini so'radi. Bu yerdagi skladda qator bir 10-15 ta organizatsiya bor ekan. Shu organizatsiyalardan qaysi biri kelganimni bilmadim, chunki menga tashlamadi. Я знаю dedim, только по адресам. Я организации не знаю dedim. Taqda dedi, senga dedi ruxsat bera olmayman, razрешение, anaqa пропуск bera olmayman dedi. Хорошо, ertalab hal qilamiz dedim. O'tirim rejim dedim-da, chiqib keldim. Nima qilamiz endi, ertalabgacha o'tiramiz. Pashti ertalab ham emas. Soat 2 bo'ldi, 2:30 bo'ldi. 2 soat shu yerda damda olsak, 1 soat og'iz yopadigan mahal bo'ladi. Keyin uxlasak 1 soat uxlarmiz, 2 soat uxlarmiz. Xullas, ana rusdan so'rayman, logistdan. Qayerdan bergansiz, qanaqa yuk bergansiz, organizator nima edi deyman-da, keyin hal qilaman. Xayrli tong bizga. Wortman Vostok degan xullas kompaniya ekan. Shuni ertalabda soat 9 da ish boshlashar ekan. So'rab chiqdim. Baka moshlarni mana shu yerga joylashtiraman-da, birinchi dokumentlarimni hal qilib keyin kiraman. Xullas mana shu yerga keldim-da, registratsiya kod bo'lar ekan, menga hali kelmadi. Водительligi mana shu yerda yuklarni chiqib qo'ygan. Даже bu yerda ham yo'q. Hozir kirgizaman dedi, keyin senga kodini SMS qilaman dedi. Shu kirgizamiz. O't kutib turing deyishganida chiqdim-da 31-rampaga qo'ydim, 30-rampaga ekan. Eshiklarni ochamiz, podushkani ko'tarib mana unga moslaymiz-da.
Keyin ichkari kiramiz. И вот yana bitta narsa bashmakka tiqib qo'yishimiz kerak. Все. Bular как положено грамотно ishlagani uchun mana shunaqa formalarni kiyib olaman. Balonni tagiga hamma narsalarni qo'yaman-da, texnika безопасность, xavfsizlikka qarayman. Так что shunaqa bu videoda ko'rinmagan. Bundan oldin yuklagan yuklarim. Вот. Mana shu patolog bitta, mana shu odam bitta odamniki, mana shu yuklar hammasi orqadagi korovka, paletda turgan korovka, и 4 ta bor shunaqada. Orqasida 2 ta, bu boshqa odamniki. Bu уже 3-chi pogрузка. Как склад нормальный. Так, bu yerdan keyingi manzilim Sholkovoy bo'ladi. 90 km atrofida ko'rsatyapti. U yerga boramiz. Tak что abid kecha chiqib olishim kerak bu yerdan. Chunki bugun ikkita joydan pogрузка qilishim kerak. Так что shuni ustiga yuklatyapman. Вот bitta fakt. Turkiyani производствоsi O'zbekistonni obuv ishlab chiqarib, Rossiyaga eksport qilib, Rossiya обратно O'zbekistonga sotyapti. Короче, bu Turkiyaning kompaniyasiga Portman и Tomaris совместно ishlagan ekan. Ular O'zbekistonga eksport bo'lyapti. Ishlab chiqarish O'zbekiston. Xo'sh, shunaqa ko'rinishda yuklatib oldim. Endi magnetlarni polni troslarni tortib chiqishim kerak, keyin dokumentlarimni olib, qo'l qo'yib chiqib ketishim kerak. Bashmakka olamizda. Normalga qo'yamiz. Shu sovuqda podushkani chiqarib tushirishga ehtiyot bo'lish kerak. Chunki noto'g'ri qish tushib qolsa yorilib ketadi. Keyin yo'lda qolasizlar. Mana bitta podushkamdan o'tishga qo'yapti. Ko'rib qoldim. To'qson kilometr Sholkovoyga qarab ketdik. Oldinda 5 kilometr xuddi shunaqa probka ekan. Orqam ham to'ldi. Oldi ham shunaqa. Mukatga tushib ketish M2. Belgorodskiy trassa, bu yoq Belgorodga ketadigan, xullas bu yoq Moskvaga kirib ketadigan trassa M2. Mukatga o'tamiz. Shu bo'yi 103, A103 yo'lga chiqib olamiz. Kecha kechqurun Mukat вообще qor balonlar aylanib qoladigan darajada edi. Bugun eribdi, yo tozalashdimi? Ana tuz sachgan bo'lsa erib ketganmi? Так что shunaqa. Mukatda 23 km. Впереди камера на разметку. Mukatda 23 km yuraman, 103 shassiga burilaman. Mukatdagi shu joy rosa yomon ko'raman. Eng xavfli joy qayerda GAI, qayerda transportni turganini bilmaysizlar. Chunki mana yerda O'zbekistonga chiqib ketadigan O'rta Osiyo, Markaziy Osiyoga chiqib ketadigan bitta yo'l bor-da, M5 bor O'zbekiston anaqaga. Rizanskiy shassi, Kolomna, bu yoqqa Samara, Chelyabinskiy chiqib ketadigan yo'l bor. Mana shu yerda katta trassa. Shu yerda вот bitta narsa, hozir mana shu palasada ketyapman. Bu palasaga o'tishim bilan sraz orqamdan keladi-da, margat qiladi, sirenasini yoqib. Uni Dejananderoda parkovkami nimadir bo'lsa, shekka olib boradi, shtrafini yozadi yoki soqasini oladi. Shunaqa. Chiqishim bilan xullas bu palasaga o'tishim bilan sraz orqamdan keladi. O'zi bu yerda GAI yo'q, mana ko'rinmayapti, sezilmaydi, bilinmaydi-yu, lekin srazi keladi. Nimaga unaqa bilmadim. Yursang ko'raverasan degan gap bor, shunaqada. A103 ga burilyapman. Bu yerda ham mashinalarni baloni, furalarni baloni aylanib qo'ygan, chiqolmagan, u bo'lgan. Xullas shunaqa ahvol. Поверните налево. Прямо 4 километра. Tak, yetib keldim. Bu yerga oldin ham kelgan ekanman. Hozir ko'ramiz. Dokumentlarni olamiz. Kelishimdan oldin propus qilingan ekan. Dokumentlarimni tashab bergan edim. Ruxsat berish, ya'ni ichkari kirish. Kirdim. O'tgan safar kelganimda mana shu ko'shkadan dokumentlarni olgan edim. Hozir ichkariga ko'chib qopti. Mana shu yerga qo'yasan-da mashinani. 17-eshikka kirib uchraysan deyishdi. Вот bo'ladi, sraz tayyor bo'ladi. Pechatimni o'rib chiqa olaman sraz. Birinchi reysimda kelgan ekanman shu yerga. Mana shu rampaga qo'yib bera olmadim. Mana shu yerda rampa bor. Bunday aylanib o'tib qo'yaman-da. Shu yerga qo'yib bera olmadim bittada. 5-6 marta urinib keyin qo'ygan edim. Qani optimizni tekshirib ko'ramiz shu yerda.
Lekin qor yog'ishi ham bir oddiy hol bo'lib qoldi. Qaranglar, yana yog'yapti. Bu safar katta laylik qor yog'yapti. Vot pastda qaraganda yuk yuklaganim bilinmadi-yu, lekin men tepani qaranglar. Men hali obuvlar skladdan yuklaganim. И uni ustiga men rulonlar polni. И mano zapchas mexanizmlari. Mana yerda 12 ta katta shunaqa narsa bor. Yaxshi ham gruzchilar o'zbek akalar ekan. Bir og'iz iltimos qilgan edim. Yo'q deyishmadi. Xullas, masjidgacha edi o'z yukim. Mana masjidgacha yana shu joy bo'yicha qoldi. Qolganlarini ustiga tortib yubordim-da, mana yerdan remeni tortdim, tagiga pulni o'tkazib, bu tepasidan tortdim. Вот, buni tortdim. Hozir oxirgi kres tortaman, ketaman. Yurgizib qo'ydim-da, havo to'plaguncha mana qilishni qorlarni tushirib yuboramiz. Tak yukni yuklab oldim-da, endi bironta normalniroq, udobniroq joyga borib olishim kerak, chunki bu yer neudobniy, qor ham bor. Ko'proq tursam aylanib qolsa yordam beradigan odam yo'q. Shahar atrofiga tushib olishim kerak. Qaranglar, qor hali ham tinmayapti. Shunaqa ko'p yog'yapti, kameraga ko'rinmayaptimi bilmayman. Xullas, moshlarni shu yerga joylashtirdim-da. Ertalab zagruzkaga kiramiz. Bu yerda oldingi videolarimni ko'rganlar bo'lsa biladi. Krasnogorskdagi Soyuzem degan rulon material ortaman shu yerdan. Ertaga obedga xudo xolasa uspet qilib borsak, Tulaga boraman. Tuladan 7 ta paletda yukim bor. Shu 7 ta paletni sig'dirib, mana yerdagi rulonni ham sig'dirishim kerak, iloji boricha maksimalni. Men O'zbekistonga qarab yo'lga chiqaman. Og'iz ochar vaqtidan 1,5 soat o'tdi, lekin hali choy ichmadim. Qanaqadir qishda kunida choy ichmasangiz ham, choy ichmasdan roza tutsa ham, boshqa bo'lsa ham-da qorin ochmayapti. Mana shu qorda roza tutishni o'zi tasavvur qila olmayapman, chunki men aqlimni tanib nima qilganimdan beri, esimni taniganimdan beri faqat yozda, chillasida yoki issiq kunlarda tutilardi. Qiynalib qolmasin, bo'lmasin degan gaplar bo'ladi. Bilmadim, endi meni birinchi yilim tim bo'li qorda roza tutish g'alati bo'lar ekan. Yo'lning narigi betida faqat mana ko'priklarning tayi bilan o'tganimizda Globus degan gipermarket bor, katta. Shu yerdan non, yana bu narsalar olamiz. Har safar 1-2 ta narsa olaman deb kiraman-u, lekin ko'payib ketib qoladi. Qani bu safar ozroq narsa olishga harakat qilaman. Mana shu yerdan Moskva City ko'rinib turardi. Nimagadir tuman, shunaqa narsalar bo'lgani uchun ko'rinmayaptimi? Orqa nomer ko'rinmagani yaxshi, Platonga ana radarlarni urmaydi. Xullas, mana shu Globus ko'p ham syomka qila olmadim, chunki qo'lim sovqatyapti, sovuq juda. Nonlarni oldim. Chips, yana bu narsa zavtrakka oldim-da, endi yo'lda davom etamiz. Narigi betga o'tamiz. Xayrli tong. Masaqa propisk beradi. Shu propiskni olib chiqdim-da, ichkari kirib ketaman. Mashinani mana shu yerga joylashtirdim. Bugun pogruska qilish olmas ekan. Bugun faqat vigruska kuni ekan. Ya'ni faqat yuk tushirishar ekan. Shunga o'tirib turamiz shu yerda. Obeddan keyin Toshkentga aytsam xalqqa beraman dedi. Paluchatel yukda oladigan. Obeddan keyin bir nima bo'ladi dedi. Hozir soat 11 bo'ldi. Qani obed qilib chiqsinchi, yuklasa yukladi, bo'lmasam kutib turaman ertalabgacha, chunki hozir Tuladagi boshqa yukimga borib qaytib keladigan bo'lsam 600 km tunda обратно bo'lib qoladi. Shuning uchun Tulani olib, bir yo'li Tuladan Rizanga o'tib, Rizandan Samaraga qarab, Orenburgga qarab ketaman-da. Pashta oxirgi pogruskalarim sig'dirib olsam bo'ldi.
Mana shu opaxon chiqib meni xursand qilib sababi nima? 15 minutdan keyin kerak hujjatlaringni olib, men senga zagruzka qilgani dokument beraman dedi. U yerdan dokumentni olib kirib, men skladga olib kiraman. Skladda keyin aytishadi, qaysi rampaga qo'yishimni. Shu rampaga qo'yaman, yukim yuklab chiqib ketaman. Xudo xolisa zo'r bo'ladi, chunki hozir yukim yuklab olsam, Tulaga qarab kechasi bilan yurib borib qo'ysam 300 km. Ertalab Tuladan yuklab qaytib ketaveraman bemalol. Pakka platni yo'ldan yurishga to'g'ri kelyapti. M4 dan maksimal harakat qilaman. Lijbaliga sal ekonomli variant yaxshi yo'ldan ketishga, chunki probkalar juda ko'p. Ot 290 joy qolyapti. Shunaqa qilib yukladimda, qo'llarni qaranglar holini. Pirchatga taqib olsang bo'lmaydimi deyishinglar mumkin. Mashiresda o'zida 6 ta pirchatkani yiritdim, yo'qotdim. Tushib qoldi qadar eshik ochganimda. Shunaqa gaplar. Endi birpas tashqariga chiqib, og'iz ochar payt og'izni ochib, ujinni qilib, Tulaga qarab yo'lga chiqamiz. Ungacha probkalar ham tugab qolsa kerak. Vest razрешен. Chiqishga ruxsatga pechat urdi. Endi ham bochkada qo'lni yuvib olish kerak. O'zbekistondan kelgan Sheriya akam bor. Shu akam bilan birga iftorlik qilib o'tiribmiz. Kameraga tushgani yetadi, Jasur akam 632 ni shopir mashinasi 632. Bular ham Dagruz tashishadi. Shu yerdan chiqdimda Podolskka keldim. Podolskda ko'rishdik. Bugun qanaqadir kun bitta yuk yuklagan bo'lsam ham qiyin o'tdi. Shunga Sheriy bilan astoydil ko'proq ovqat qilib choy ichayapmiz. O aka, Skat bilan yursammi deb, nima, Mikat bilan yursammi deyman. Mikat bilan yursangiz ham bo'laveradi. Mikatgacha 19 km, 20 km ekan. Qancha ko'rsatyapti o'shi? 77 km, 1 soat 13 minut yetib borasan, probka yo'q ekan. Shu Mikatdan tushishda bor ekan, M1ga tushishda. Ha, Mikat bilan yursangiz ham bo'laveradi. Endi bunaqasi yurmagan bo'lsangiz, zeriksiz naraqasi yuravering. 107 lar ham yaxshi ekan, hech kim yo'q. Rezetda nima, pedesчас borada Ivan edi. 1 soatla probka bo'lib qolaveradi. Ha, hali presscha, pulli yo'l bilan, icha joyi pulli, icha joyi bekargacha. Shu yerda aytyapsizmi? Shu Mikatdan ketaraman, pastga tushibda razvoz qilaman. Bo'laveradi aka. Zapravkalarning ichida eng insoflisi mana shu Lukoil. Qancha to'xtasak ham Yo'q, siz orqangizda yo'q, mana bo'ldi yuryapman. Xullas qancha to'xtab tursak ham, ujin qilsak ham, boshqa qilsak ham ruxsat beraveradi. Oq yo'l Jasur aka, yaxshi yetib oling, yaxshi kunda ko'rishaylik. Xo'p aka, xo'p. Navigator umuman ishlamayapti. Tula oblastida internet vaqti ishlamayapti. Qanaqa qilib ketyapman bilmayman. 14 km, 15 kilometrdan keyin M2 ga yana bitta yo'lga chiqishim kerak. Tezligimiz ham 100 dan o'tib ketibdi. Tak что 40 km, 50 km qoldi o'sha manzilga. Mana shu o'rtada qaytadan burilib olishim kerak edi. Chapdagi yo'lga chiqib olishim kerak edi. Izlagan imkon topar. Xullas, ana skrinshotini navigatorda skrinshotini klientga tashlagandim. Mana shuncha kilometr ekan. Ertalab boraman degan edim. Shu skrinshotdan qarab, birinchi qaysi oblastlar qanaqa qishloqchalar kelishini ko'rib, burilib oldim u yo'lga. Mana shu taraf Tulani sentri ekan. Mana shu yonib turgan chiralar yonib turgan mana ellar. Polni Tulani sentri ekan. Hozir yana bitta aylana bor, shuni topib olyapman. Mana shu Barsukidan keyingi qishloqchadan burilardim. Shu yerdan burilib olib 20 km shahar ichiga kiraman-da. To'g'riga, prямо, faqat to'g'riga kiraman, shu yerdan yuklayman ekan. Birinchi bu yerdan yuklaydigan yukim 7 ta palet emas, 200 kilolik yuk chiqib qoldi. Shu 200 kilolik yukni olaman birinchi. Qanaqadir vishelka dedimi, shunaqa. U salonni 7 ta palet ustiga olsam bo'ladi bu yukni, chunki buni birinchi yuklab ketib, keyin Novomoskovskiy, Tula oblasti, Novomoskovskiy qishloqchasi, bilmayman, shunaqa joy bor ekan, shu yerga boraman. Lekin navigator ishlamasa, xuddi hali ko'r odam yo'lni ko'rmayotgandek bo'ladi-yu, hassada. Xuddi shunaqa bo'lyapman-da. Osmonga qarab, yerga qarab, qishloqqa qarab, ukazatorga qarab ketyapman. Bilmadim qachon ishlaydi, lekin Telegram, Instagram umuman ishlamayapti internetdan. O'zini programmasi bor ekan, Max shu ishlayapti, tortib qo'ygan.
Mana boshqa ko'prikchalardan ajratib oldimda. Qayerda qanaqa ko'prik bor, shunga yaqin kelyapib, yo'llarni ko'rib oldim. Birinchi marta qiynalishim navigator ishlamagan, chunki to'g'lagan birinchi marta kelyapman. Agar Moskva oblasti ichida, Pat Moskva atrofida ishlamay qolsa, ukazatorga qarab ketaveraman, borib olgan joyimgacha. Yaqin joygacha. Hozir bu yoqdan keldim. Tula park ekan bu. Xullas, mana shu Rizanskiy shosseda ekan. Hozir yana 3 kilometr atrofida priborga qaradimda, mo'ljallab oldim. Bitta furadan ratsiyada so'radim. To'g'riga ketsang, shu Rizanskiy shosse tugaydi dedi. Rizanskiy shosse tugagandan keyin o'ngga sразу o'ngga edi. Burilishimga уже sklad edi. 3 kilometr 700 metr qoldi. Ish qilib men kiradigan ko'cha xuddi shunaqa bo'lmasin-da. O'ng tarafga burilaman, shunaqa darajada qor, tor bo'lmasin. Chunki boshqa yo'ldan ko'rsatmadi, navigatordan qaragan edim birinchi urayotganimda. O'sha aytganimdek tor ko'cha ekan, lekin yaxshi podyom yoki qor yo'q ekan. Может yurgandir katta mashina bunaqasi. Shunaqa joyda o'ylanib qolasizlar-da. Lekin baribir yechim topiladi. Qamalib qolsam ham chiqa olmaydigan joyga kirib qolsam ham baribir chiqaman-ku, men nima qilib endi? Baribir xavfli, strashniy, juda. Topib keldim axiri. 150 metr mana shu ro'para deyishi ekan, tushib so'rab chiqaman. Propus kerakmi yoki kirsam bo'ladimi yo mana shu yerda turib tursammi? Oldimda taka yo'l bor. Ishonsanglar, shunaqa katta ip turibdi, yaxshi boylanib ekan-ku, lekin ipi ham bir 5 metr ekan. Eshik tagigacha yugurib keldi-da, qochishga uspet qilib qoldim. Qayerdan kiramiz? WhatsAppdan yozib qo'ydim. Anaqaga yuklab beradigan odamga. Men keldim, shu yerda yonida turibman deb qo'ydim. Fara mana bittasi pirpirayapti. O'tgan videoda ham ko'rgan edinglar. Ikkalasi ham pirpirayapti ekan. Xayrli tong. Xullas mana shu yerga kirdim-da. Mana 8-varataga qo'y dedi, telefon qilsam. Hozir nima bo'ladi, bo'lmaydi, hal qilamiz-da. Xullas shu ikkitani yukladim, ya'ni 7 ta palet bor. Bilmayman qanaqa sig'dirib olaman, lekin 10 minutda yuklab chiqdim. Chunki shu 7 ta paletni yuklaydigan joyim ilgari kundan beri telefon qiladi, kelyapsanmi deydi. Xullas, uni oldida ham arginaqa bo'lib qolmasin. Endi shu 2000 ga qo'yib bosamiz. Xullas, qayerga ketayotganim bilmayapman. Boya ana yuklagan joyimda, zagruzka bo'lgan joyda Wi-Fi bor ekan. Shu Wi-Fi dan ishlaydigan, faqat nimaga ishlamayapti desam. Shu yerdan xullas navigatorga urdimda, o'zimga to'g'ri yo'llarni, furalar yursa bo'ladigan yo'llarni qo'yib navigatorga shuni screenshot qilib, har bitta ko'chalarni screenshot qilib oldim. Hozir shularga qarab ketyapman. 20 kilometr to'g'riga yurish kerak edi, faqat o'sha 68 kilometr ko'rsatgan. Keyin chapga, yana 2 marta chapga, 1 marta o'ngga, keyin shaharning ichi press bilan bo'ylab yurishim kerak edi. Takshto shuna qilib ketyapman, lekin juda sekin, chunki qo'limda, o'ng qo'limda telefon, postoyanniy kamera nimasini ko'raman, rasmlarni ko'raman, qayerga kelganimni, xuddi shuna qilib yetib olyapman. Ishlagan joyda 1 sekundga ishlab qolyapti, bo'lmasam navigatorim dalaning ichiga kirib ketib qolyapti. Hozir ham dalaning ichida yuribdi navigator. Shu yerda avariya bo'lgan. 20 minutdan beri yo'l yopiq. Manzilga 6 kilometr qolgan edi. Mana shu mashina bilan mana oroldan qaranglar, bu aynan taraf, ana fara tarafini shu yeri ozgina tekkanida, bitta gazelga ozgina tekkanida oldirish o'tkazdik. Shunga 40 minutdan beri turibmiz. Mana gayni chaqirishyordi. Gay hal qildida, endi yurmoqchimiz. Ozgina qolgan edi manzilga. Polevaya 24 ga keldim. Lekin bumas deyapti-da, mana. Ko'ramiz. Borib ko'raylik, kirib ko'raylik. Xullas, ana rus shunaqa asabim buzyapti. Men tashlagan koordinatasi bo'yicha yetib keldim manzilimga. Mana shu o'rtada o ro'parada ham sklad bor, bu tarafda ham, narigi tarafda ham sklad bor, uchta. Umuman chiqmayapti yoki tushuntirmayapti qaysi birligini. Men adresimni gapiryapman unga, u tushuntirmayapti. Maxdan yoz deyapti. Maxdan yoz bo'lmayapti umuman. 15 minut, 20 minut kutaman-da. Agar telefon qilib qilsa qildi, bo'lmasam
telefon qilaman. Что случилось deyman, nima bo'ldi deyman. Yana u bu deydigan bo'lsa chiqa olmayman yoki ko'rsatib telefonda o'qiladigan bo'lsa, tagda paka deyman-da ketaman. Men unga ishni vaqtim yo'q yoki haliginaqa yo'qda, to'g'risi. Asabim buzyapti вообще. Mana ahvol jigarlar. Xuddi shunaqa ahvolda endi qaytib chiqib ketyapman. Otib borsa ham yuklamayman degan niyatda. Давай, еще. Давай. Все. Buxoroning mashinasi, bu ham Sovunga kelgan, xuddi shu adresga kelgan jigarlar. Gap yo'q, ha, ikkalamizga ham bitta adres, lekin bu yer emas deyapti. Xullas topib keldim, mashina ekan. O't mashinamni ikki qo'ydim, botmaydigan holatga. Bu yerdan yuklab chiqayotgan mashina ham botadi-da, конечно. Mana yerda yukini tushirib chiqayotgan mashina burildi-yu qoldi. Endi men shunga yordam qilishim kerak. Mana shu yerdan ketgan bitta mashina bor edi, hozir aytdim. Yukini yuklab chiqadi. Mana shu yerdan metallmi qanaqadir narsa yuklaydi ekan, xullas. Shu tortib beradigan bo'ldi. Ana o'tiraverar ekan, firmaning mashinasi, firma hal qiladi. MCSga telefon qilaman, u qilaman, bu qilaman deb. Men bo'lsa tezroq yuklab ketishim kerak, to'g'risi. Hamma yo'g'im rasvo bo'lib ketdi. Qor bo'lib. Yaxshi, oyog'imda mahsi bor edi. Shu bilan jon saqlab yuribman. Shu muammolar ichida bir narsani gapirish esdan chiqdi. Mana yerdan pogruchini tortib qo'yishi 12000 rubl bo'ldi. 12000 rublga pogruchchiga mashinamni torttirdim. Ash mahalladan olib chiqib qo'yish uchun. Juda ko'p narsani syomka qila olmadim, boshqa qila olmadim. Takshto juda katta qiyinchilikdaman. Hozir ichkari kirsam ham qaytib chiqa olmayman, chunki mana mashet polniy podyom. Ichkari tushisham podyom. Yukim bor ham, yo'q ham, baribir chiqa olmayman. Ha, pustoy mashina joydan jila olmayapti-yu. Shuning uchun men qo'yib qo'ydim. Endi yuklamay ketay desam, deklaratsiyani tamojniga topshirib bo'lgan. Ism, familiyam, mashinam uchun anaqa narsalarini, agar bu tamojni o'zi deklaratsiyani chiqarib bo'lgan bo'lsa, men chegaraga borsam, menga ishkal bo'ladi. Sen yana bitta yuking bor ekan. Nimada shu yuking qani, dokumentlari, shunaqa narsalar ishkal bo'ladi. Men bilmagan edim, to'g'risi kechqurun aniq boraman deb, xudo xolasa deb turib, dokumentlarimni tashlab bergandim bunga. Dokument qilib qo'yishni bilmagandim, to'g'risi. Yuklandi yuk tamojniga deb ana deklaratsiya chiqarish kerak, Rossiya tamojnisiga. O'zbekiston eksport qilyapman. Shu mashina shunaqa qildi. Давай! Еще. Давай. Endi bu mashina botib qoldi, buni tortmoqchimiz. Meni mashinamda. Buni chiqardiyda endi. Buni chiqarish kerak. Чуть-чуть. Mana shu joydan yuklayman ekan. Kelganimga 5 soatdan o'tdi. Oxiri traktor chaqirdiydi. Bu traktorni ham nariga sexdan olib chiqdik. O'zimiz mana вообще aralashmadi, ishtimaga boshqa qilmadi. Tak yuklab oldim. Mana shu holatda qaranglar, bitkon bo'ldi ana ikkita olgan yukim. Yaxshi ko'ndi, mana uni ustiga solamiz desam. Ko'pincha ko'nmasdi bular. Sagarchim bilan o'tsangiz birga ketamiz. Sagarchim bilan yurasizmi, sagarchim bilan?
Mahallani torligini qaranglar. Nima qilish endi bu? Suvni yoz faslini qurishmi bu? Jigarlar nima deb o'ylaysizlar mana karkazni? Qaranglar. Ana istadigan обогреватель или bir nima. Поверните направо. Yo, просто qanaqadir vid uchun o'simliklar chiroyli vidda katta bo'lish uchun qilib qo'yganman. Прямо 2 километра. Navigator ishlagan, Tuluskiy oblastdan chiqqanman-da, Rizanskiy oblastga kirib kelganman. Lekin mana shunaqa korotkий ko'chalarda ketyapman. Tushunmadim, lekin qiziqdim. Hali как будто qanaqadir европейский. Впереди несколько лежачих полицейских. Opam rosa ko'p gapiradi. Italyanskiy bir nimali daraxtlarmikin yo. Shunaqa nurda katta bo'ladigan. Rizanga keldimda mana shu yerdan salarga qo'yib olamiz. Qaranglar, ko'rinishdan zapravkaga ham o'xshamaydi, lekin mana shu yerdan dizel olaman. Chunki bu yerda arzonroq, ko'chada 1 litr dizel 72 rubl bo'lsa, bu yerda 45 rubl, 50 rubl. Bir xil lekin ikkalasi ham. Bunga yaqinlashib qoldim. 300 tacha qo'yib olsam, shu bilan Samaradan to'ldirib O'zbekistongacha yetadi keyingisi. O'zimga shu bir nimalar orttirib yuraman, nima istankada ham uxlaymanmi? Qaranglar. Dam olgani kirdim. Oldi padushkamni teshkasi bor, mana shu yerda aylanib qoldim. Qirg'izistonda mashinasini minishar ekan, o'zi Xitoy ekan. Gap yo'q, lekin yordam berdi Abdushi, rahmat. Chiqolmay qolgan edim. Bitta yamani yomoniga tushdim o'zi ham. Shunaqa katta ekan. Voy, ichlarim to'kilib ketdi o'zi ham. Yaxshi, unaqa tezmas edim, 70-80 tezlik dedim. 90 da tushganimda bilmadim nima bo'lardi. Shunaqa ichim g'alati bo'lib ketdi, achinib ketdim. Mana yomg'irdan keyin, qordan keyin yo'llar juda yami bo'lib ketibdi-da. Mana qaranglar mana. Voy. Ana yami. Ikki minutdan bo'lmadi, 2 minutdan bo'lmadi. Jigarlar mashina aylanib ketdi. Nimaga bunaqa bo'ldi o'zim ham bilmadim. U ham o'zi ham bilmay qoldi-da. Har tarafdan, streshli tarafdan kirib ketib qoldi shu tarafga. Sla. Kimdir jabr chekib turgan syomka qilish yomon ko'raman. Men uni ipini oldimda, narigi mashinani ham anaqasi tayyor ekan. Xullas 3 kishi bordi, shunday yopishdi sразу 2 minutdan 3 minutdan vaqt ketmadi. Xullas mana shu kamazni nimasi tayyor ekan oldida. Xullas menikiga o'xshaman. Tak что qani O'zbekiston voditellari ham shunaqa bo'lsa, nimadir mashina buzilsa yoki nimadir ishkal bo'lsa, sразу yordam beradigan deyman. Ba'zi o'zbekimiz solishtiramiz lyuboy bilan, lyuboy narsa bilan, lyuboy ishkal bilan yoki boshqa narsa bilan shunga. Bugun ertalab ana to'ladagi yuklagan paytim saharlikka uxlab qolgandim, ro'za tuta olmagandim. Bir yo'l endi bugun saharlikkacha yurib qo'yaman shekilli, Makshandan o'tib qo'yaman Penzadan deymanda. Soat 3:51 bo'ldi. 9 dan shunaqa kelib qolyapti, qaranglar. Soat 3:50 bo'ldi. O'zbekistonda bizda 1:50 bo'ldi. Hozir Penzaga yetar yetmas soatim 1 soat tashlaydi. O'zbekiston bilan 1 soat razitsamiz qoladi. Вот Makshandagi transportni kontroli kelyapman. Oxirgi shu kunlarda mana shu transportning umuman juda qattiq bo'lib ketdi. O'tganki mashinani yozyapti-da, umuman tushunmayapti. Xullas holatni bilmayapti. Mana shu besovoy kontrol ustidan bitta o'tamiz. Yaxshi, kechqurun ishlashmayapti ekan. Umuman joyi yo'q. Jigarlar ishonasizlarmi? Bir kuru aylanib chiqaman, qani nima bo'lar ekan?
Pritsepimga qaranglar. Havo -8 bo'lib qoldi mana yerlarda. Lekin muzlab qolibdi ana suvlar, oqqan suvlar, tomdan tushgan suvlar yonboshda muzlab qolibdi kechasi bilan. Shunaqa kir bo'lib rasvo bo'lib ketgan, orqalarini vobshe gapirib bo'lmaydi. Qaranglar mana yerlarini. Chiqsa borib yuvdiramiz O'zbekistonga. 13-fevral kuni yo'lga chiqib ketgan edim. Bugun 27-fevralmi, 28-fevral. Sanani ham bilmay qoldim, daji benzadan o'tib to'xtatyapman. Xullas, hozir agar bu videoni tugatmaydigan bo'lsam, mana shu video ham ikki qismga bo'linib ketishi mumkin. Bilmadim, hali qanaqa holat bo'ladi bo'lmaydi. Chunki qanchalik uzun bo'lib ketsa, shuncha muammosi ko'payib ketyapti. Hammalarning ishinglarga rivoj akalar, xudo xolasa yangi videoda, keyingi videoda ko'rishguncha hammalarga yaxshi kayfiyat, mehnat qilishdan umuman charchamayman. Bundan bu yog'iga keyingi reysgacha Telegramda aktiv bo'lishga harakat qilaman. Telegram kanal kommentariyada, profilni biosida ham bor. Podpisatsiya qilib qo'yish esdan chiqmasin. Qor boshladi, yomon ob-havo boshladi-da. Pagoda juda yomonlashib ketyapti. Pashti mart oyida bahor faslida muzlagan salarka. Kichkina podyomdan chiqa olmayapman, ko'ryapsizlar, balon aylanyapti. Mana pagoda. Biz qanaqadir mashina ontallab tushib ketibdi pastga. Каждый день такая погода бывает. Yarim kechasi hamma uxlayotganga o'xsharida bosib yordim. Poyezd yo'liga tiqilib qolgan mashinalar qolib ketgan ekan. Bu yoqda yo'l tozalashyapti, u yoqda poyezd ham ketyapti. Shamol juda qattiq kuchayib ketdi. Mana mashinani pritsepi ham ketdi, meniki ham ketdi. Hozir manetimni kelib qoldi, o'zi ham qip-qizil bo'lib qoldim. Mashinani hamma joyi tekis ishlasa mana xuddi shunaqa bo'ladi. Qanaqa qilib hech kimda asabiga tegmasdan chegaradan bezovchir o'tish yo'lini tushuntirdim hozir sizlarga.